Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana navbatdagi obyektimizni ishdan yakunlab uстановkaga olib berganmiz va uстановka jarayonini boshlab yubordik. Bu yerga osma holatda kazirogimizni stoykali variantdagini qilib beryapmiz. Ya'ni o'zi asli osma variantdagini ko'rishgan, oldiga stoyka qo'yib bering deydi. Stoyka qo'yib beryapmiz. Ikkita stoyka bor oldida, orqa tarafda mana burchak gullari va yonida ikkita yoniga reshotkalarimiz bor. Gulli variantda va darvozalari juda ham yomon holatga kelib qolgan. Endi bu bir ikki videolarimizda birov ishni yomonlama degan gap so'zlarni ham eshitdik, lekin darvoza ancha yupqa materialda bo'lgan va tagi qismida darvoza chirishni ham boshlagan. Endi keyinroq bir almashtirib olsa bo'ladigan narsa, lekin hozircha darvozani kraska qilib beramiz xolos. Videoni kuzatib boring, xudo xolasa darvozani kraska qilib beramiz va naveslarimizni uстановка qilib berib, sizlarga to'liq obzorlarni qilib beramiz. Mana naveslarimizni ham uстановка qilib bo'ldik. Xo'p, endi darvozani kraska qilamiz deb tepa qismidan boshlagandik. Egalarning fikrlari o'zgarib qoldi va o'zimiz ham maslahat bermadik buni. Sababi darvozani alishtirish kerak. Nima desangiz, hozir 1,5 million, 2 million rasxot qilganingizdan keyin yana 2 yilga bormasdan mana bu chirish tepaga qarab yurgansa darvoza umuman yaroqsiz holatga kelib qoladi. Shuning uchun aka bilan ozgina maslahatlashdik. Darvozani to'liq holatda alishtirgan bo'lyapmiz. Endi bu dizaynga yangicha uslubda yondashamiz. Xudo xolasa naveslarni uslub qilib endi qaytyapmiz. Xudo xolasa yana 15 kun mobaynida darvozamizni uстановка qilib olib kelamiz. Agar o'ziga uстановка qiladigan bo'lsak, shu yerda kraskalarni qilamiz yoki-da tayyor qilib olib kelib korobkalarni o'rnatib beramiz. Xo'p, endi hozir navesimiz haqida qisqacha ma'lumot berib ketamiz. Inshaalloh darvoza o'rnatganimizdan keyin yana sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. Navesimiz oldiga chiqish 2 yil bo'ldi. Eniga 3,5 metrga kelishuvimiz bo'lgan, lekin leksanamiz oshiqcharoq kelib qoldi, kesib o'tirmadikda 380 joyga qilib berganmiz. Umuman pul qo'shib bering boshqa deyilmaydi. Xolasa bizda ozgina nima deydi, egalar uchun bonus bo'ladimi? Xudo xolasa chiroyli holatda ishlarni yakunlab topshirdik. Tagi qismiga 1.90 dan ikkita yoniga perila qilib berilgan va orqasiga stoyka qo'yganmiz. Oldini naves stoykasiga qotirganmiz. Tepa qismini ko'rib turganingizdek yodviy svetda leksanadan yopib berganmiz. Navesimizning kraskasi korishniy bo'lgan. Gullarga tillarang berib qo'yganmiz. Xudo xolasa ishlarimizni to'liq yakunladik. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib qolasizlar, ishlarni xudo xolasa sifatli qilib bitirib beramiz. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida bo'ldi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqib qolasizlar. Sizlardan roppa 15 kundan keyin yana to'liq obzorlarga ko'rishamiz. Darvozani uстановка qilib, darvoza haqida ham ma'lumot berib boramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, hozir mana shu holatdagisi ikkita yondagi perilalar bilan 6,5 million so'mga tayyorlab berganmiz. Aloqaga chiqib qolasizlar, ishlarni bitirib beramiz sifatli qilib. Assalomu alaykum, yana bir bor. Hop, 15 kun, 20 kun avval sizlarga mana shu naves obzorni qilishda davom etdik. Endi bundan keyin darvoza qo'yadigan bo'lib qoldik. Bu darvozaning o'rniga yangicha dizayndagi darvozamizni xudo xohlasa uстановка qildik va bu yerda korobkasini o'ziga qotirganmiz va tepa qismini darvozaga mos qilib ideya qilib berdik. Xudo xohlasa akaga ham yoqdi, o'zimizga ham juda ham chiroyli holatda chiqdi. Ko'rtuning tepa qismi promogasini olmaganmiz va darvozani o'zini qanotni yasab berganmiz. Korobkalar ham tegmagan holatda bu darvozani, eski darvozani o'zi holatiga korobka qilib berilgan. Xudo xohlasa juda ham chiroyli holatda chiqdi. Naves haqida ma'lumot bergandik. Endi darvoza haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Sizlarga to'liq bitta video ko'rinishda bo'ladi. Darvozamiz ko'rib turganingizdek to'liq holatda mokr asfalt svetda, sal ko'k tovliga, ya'ni valyutniy svetda qilib berilgan. Oldilariga qora kraskadan foydalanib, burchaklariga travertin holatiga keltirilgan, mramorlar qilib berilgan, kraskadan chiqarilgan bu narsani. Xo'p, darvozamiz 1.8 listdan bo'lgan. Darvozamiz 1.8 list bo'ldi. Korobkalarni o'z holatiga qotirganmiz. Korobkalar eski darvozada 5 ga 3 profil bo'lganligi uchun 5 ga 3 profil qilib berganmiz, chunki yo'llarga narsa qotirib qo'yishgan. Buni chiqarib darvozani nima qilmadikda, lekin stenkalarni hammasini qalin materialdan qilib berganmiz. 1.7 profildan to'liq holatda ichlarigacha 1.7 stenkadan ishlatganmiz. 1.8 list bo'lgan. Xudo xolasa umuman ovozlar yo'q. Bir qavatli variantdagisi bo'ldi, lekin hamma narsalar qalindan ishlatilgan. Ko'rib turganingizdek dizayn ham o'zgarishgan, chiroyli holatda chiqdi. Darvozamizni mana shu joyimizga 1 kvadrat metrni 750 so'mga bez korobka holatda qilib tayyorlab berganmiz.
kimga shunday xizmatga kelsa aloqaga chiqib qo'yasizlar. Darvoza kraska qilish yoki darvozalarni koziroklarimiz bor. To'liq holatda ko'rinishi 1800 dedik, 17 profil to'liq holatda va original kraskalardan foydalanganmiz. Inshaalloh xizmatda bo'lsa bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Ishlarni chiroyli holatda bitirib beramiz. O'tgan videoyimizda bitta o'zimizga hamkasblardan bittasiga video murojaatda ozgina darvozani bir ikkita kamchiliklar haqida gapirayotgandik. Yaxshi fikr bildirganlar ham bo'ldi, yomon fikr bildirgan bo'ldi. Endi to'g'ri, bir ustani aybini aytish, aybini topish bizni hunarimiz emas. Biz darvozachi yo nima deydi, kozirok, temir ustasimiz xolos. Bir-birlarini tirnoq orasida kir qidirgan odam emasmiz. Lekin shunaqa holatlarga duch kelamiz. Qilgan mehnatimga shaxsan o'zim achinaman. 15 kun bo'lib bo'lmadi. Ahvolni qaranglar. Umuman ustalarni yomonlash niyatimiz yo'q, lekin ozgincha e'tibor bilan shu narsalarni bitta sarafon olib kelib, bir narsa olib kelib, o'rab ketib, shuni ishlarni qilishsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi-da. Hozir bu ish qilib ketishgan ustalarning o'zi ketib bo'lgan. Umuman darvozani ham, eski holatdagi darvozani ham va bu yoqqa bergan pirilarimiz, kozirogimiz ham juda achinarli holatga keltirishgan. 15 kun bo'ldi shu holatga. O'zingizlar fikr bildirib o'tasizlar. Mana shu xudoy qilib ketish to'g'rimi bu ustalarni? Umuman men qilgan mehnatimga achinganimdan u egalarda juda bir aytsam shunaqa qilib ketishdi deyishdi. Mana shu holatga kelgan. 15 kun bo'lib bo'lmagan endi. Mayli, hammani o'ziga insof bersin. Xudo xolasa darvoza, pirilar, rishotga ana xizmatga kelsa aloqa chiqarasizlar. Inshaalloh ishlarni chiroyli holatda qildirib beramiz. Bu manzilimiz Cho'stg'ova Varzigon qishlog'iga bo'ldi. Inshaalloh shu yaqin atrofdagilar kelib ko'rib, ishlarimiz sifatini ko'rsa bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.